Afg'onistonda bolalar ko'p, ammo bolalik yo'q. Bu amerikalik afg'on yozuvchisi Xolid Husayniyning Shamol ortidan yugurib romanidan olingan iqtibos. Ushbu asar 2003-yilda nashr etilib, yozuvchiga juda katta shuhrat keltirdi. Dunyoning juda ko'plab tillarga tarjima qilindi. Ushbu roman Amerikada bestseller asarlar ro'yxatida 2004-yilda 3-o'rinni egalladi. Bir qator mukofotlarni qo'lga kiritdi. Mana shu asar asosida kinofilm ham suratga olindi. Ushbu film ham Oltin globusga loyiq ko'rildi. Asar markazida afg'onistonlik ikki bola, Amir va Hasan o'rtasidagi o'zaro murakkab va ta'sirli do'stlik hikoyasi o'rin tutadi. Amir boy oila farzandi, Hasan esa ana shu oilaning xizmatkorining o'g'li, Hazori millatiga mansub. Amir Hasanning sadoqatiga qaramay, uni bir muhim voqelikda himoya qilmaydi va bu xiyonat uni butun hayoti davomida vijdon azobi bo'lib qoladi. Bu xatosini keyinchalik to'g'rilash uchun Amerikaga oilasi bilan ko'chib ketgan Amir Afg'onistonga qaytib kelishga majbur bo'ladi. Hasan do'stlik ramzi. U do'sti Amir uchun bir ishni, bir yumushni hatto 1000 marotaba ham qilishga tayyor. Qiladi ham. Asar voqealari 70-2000-yillar oralig'ida Afg'onistonda, Amerika Qo'shma Shtatlarida, qisman Pokistonda bo'lib o'tadi. Siz bu asarni o'qir ekansiz, afg'on xalqini, urf-odat, qadriyatlari, ularning tarixi bilan tanishasiz. Balki ularni har bir quvonchu qayg'ulariga sherik bo'lasiz. Ularni yonida o'zingizni bordek his qilasiz. Ularni iztiroblari albatta sizni ham qiynaydi. Kitobni o'qigan har bir o'quvchi albatta o'zini Amirga bir lahza bo'lsa ham qiyoslaydi. Vijdoni oldida o'zini so'roq qiladi. Biz nima uchun bu asarni o'qishimiz kerak? Chunki bu qalblarni larzaga soladigan, titratadigan, o'ylantiradigan, o'zgarishga undaydigan roman. Bu oddiy hikoya emas. Bunda insoniylik, do'stlik, oliyjanoblik juda chuqur ifodalab berilgan. Agar siz Afg'onistonni bilmoqchi bo'lsangiz, albatta bu kitobni o'qish kerak. Bunda Afg'onistonning yaqin tarixi, ularning urf-odatlari, qarashlari, tili, hamma narsa ro'y-rost, boricha, sodda tilda, sodda uslub bilan yozilgan. Ularning har bir nafas olishigacha o'zingizda chuqur his qilasiz. Bu kitob sizni geosiyosiy voqealarga emas, odamlarning qalbiga olib boradi. Shamol ortidan yugurib, bu shunchaki bomba asar. U qalbingizni parcha-parcha qilib, keyin yana tiklab beradi. Agar siz his-tuyg'ularga boy, chuqur mazmunli, hayotingizni o'zgartirishga qodir kitob izlayotgan bo'lsangiz, bu kitob aynan siz uchun. Albatta o'qing.